Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun Kunda.uz hayotiy hikoyalar kanalimizda Baxtsiz ona nomli hikoyamizni sizlarga taqdim etamiz. Ushbu hikoyani ijtimoiy tarmoqlardagi suhbatlarimiz davomida bizga kelib tushgan ma'lumotlar asosida badiiylashtirilib, shaxslar sir saqlanib, ushbu ko'rinishga keltirildi. Badiiylashtiruvchi muharrir Shohjahon Mirzo. Audio yozuvchi va ovoz operatori Shohjahon Mirzo. Bir yigit kuz mavsumi tugab, qish mavsumi boshlangan shahar ko'chalarida sayr qilayotganda avtobus bekatlarining birida usti yupun onaxonni ko'rdi. Asta-sekinlik bilan onaxonning oldiga borib, "Nima bo'ldi, onajon?" deb so'rab salom berdi. Onaxon esa "Sen boqarkansan, seni qoparkan" deb qisqa va lo'nda javob berdi. Keyin bu javobni unchalik yaxshi tushunmagan yigit yana onaxondan so'rabdi. "Onaxon, menga kengroq, to'liqroq, aniqroq tushuntirib bersangiz." Onaxon asta-sekinlik bilan tushuntirishni boshladi. "Bolam, uchta farzand ko'rganimdan so'ng erim baxtsiz hodisa orqali olamdan o'tgan. Farzandlarim o'gay otaning qo'lida katta bo'lmasin deb bir o'zim maktabda muallimalik qilib, amallab farzandlarimni katta qildim. O'zim yemasam ham yedirdim, o'zim kiymasam ham kiydirdim. Barcha kam ko'stini qilib berdim. O'qitdim. Tanish-bilishlar orqali yaxshiroq joylarga ishga kirishiga harakat qildim. Hozir 14 ta nabiram bor va 5 ta evaram. Ammo bironta farzandimnikiga sig'madim. Kichkina farzandimni uyda, ya'ni o'zimning uyimda yashardim. Kichkina farzandim esa o'z uyimdan xotinining gap so'ziga kirib haydab soldi. "Boring, o'rtancha akamning uyida turing" deya chiqarib yubordi. Mayli deb o'rtancha o'g'limning uyiga bordim. O'rtancha o'g'lim yaxshi kutib oldi.
barcha shart-sharoitlarni qilib berishga harakat qildi. Ammo baribir unikiga ham sig'madim bolam. Bir oy turganimdan so'ng u ham xonalar kam, nabiralaringizga ham joy yetmayapti. Katta akamni uyi kattaroq, kengroq xona. O'sha yerga borib tura qoling, deb shirin gapir. Ammo o'sha gap bilan meni katta akasining uyiga olib bordi. To'ng'ich farzandimning uyiga borganda 2 oy yashadim. U ham hamma kam ko'stumda qilib berdi-yu, ammo unikiga ham sig'madim. Xotini qariyalar uyiga olib borib tashlang. Nima qilasiz bu yerda olib o'tirib? Bolalarimiz katta bo'lyapti. Qayerga sig'diramiz? deb o'g'limni holi joniga qo'ymadi. U ham ayolining gapiga kirib meni qariyalar uyining eshigi tagiga tashlab ketdi. Bolam, to'g'risi kirgim kelmadi qariyalar uyiga. Qaysidir bolam kelib bir necha kun yursam topib olib ketar degan ilishda mana 10 kundirki ko'chada sarson sargardonman. Qanday farzandlar ekan, onajon. O'lim bilan olishib tuqqan onasini yillar mobaynida mehr berib, tarbiya berib, barcha kam ko'stini qilib, o'zi yemasa ham yedirib, ichmasa ham ichirib, kiymasa ham kiydirib, katta qilgan onasini qanday tashlab qo'ydi? Yuring onajon, mening uyimga boramiz. Men bir yetim, faqir bir yigitman. O'zimga o'xshagan yetim bir ayolim bor. Biz bilan yashaysiz. Hammasi joyida bo'ladi. deb yigit onaxonni o'zining uyiga olib ketibdi. Onaxon bu yigitning uyiga borganidan so'ng 5-6 oy yashabdi. So'ngra kichik farzandi kelibdi. Onaxon, zo'rg'a sizni topdik, onajon. Qayerda edingiz? Shu yerdaman, bolam. Ha, yaxshi ekansiz-ku. Qariyalar uyidan chiqib ketib bekor qilibsiz-da. Men qariyalar uyidan chiqmadim, bolam, debdi onaxon. Unda qanday qilib bu yerga kelib qoldingiz? O'z o'g'illarim bermagan yordamni, mehrni shu uydan, mana shu boladan topdim. Bolam, deb teskari o'girildi. Kichik o'g'il ketibdi. Yana 3-4 kun o'tgach, o'rtancha o'g'il qidira kelib, onajon yaxshimisiz debdi. Ona ichida shu o'g'lim boshqacha edi-da. Ketdik. Yuring, men bilan yashaysiz. Olib ketaman dermikin deb ichi halak. Haligi o'g'il esa
onajon, ozgina kommunal to'lovlarga pul yetmayapti, pensiyangizdan berib turing deyish uchun kelibdi. Qaysi yuz bilan? Ona unga ham teskari o'girildi. Va keyin bir oy o'tgach katta o'g'il keldi. Ey ona, sizni qariyalar uyiga kiring deb tashlab ketgandim-ku. Nima qilyapsiz bu yerda? Senlardan topmagan mehrni shu boladan topib o'tiribman bolam, debdi onaxon. Men sizni baribir qariyalar uyiga olib borib tashlayman deb onaxonni olib ketmoqchi bo'lganida haligi yordam bergan yigit tegishli joylarga murojaat qilib, onaxonni o'z vasiyligiga, ya'ni o'zining onasi hisobiga olibdi. Va 3 ta farzandni ham farzandlik huquqidan mahrum qilibdi. Shundan so'ng onaxon bu yordam bergan yigit bilan umrining oxirigacha yashabdi. Umrining so'nggi kunlarida onaxon yigitga bir xat berdi. Xatni bolalarimga berib qo'ying deb. So'ngra vafot etdi. Hattoki bu nokas farzandlar onaning janozasiga ham kelmadi. Boshqa bir 7 yoki begona yetim bir yigit onani parvarishlab, unga yaxshi qaraganda suyanch, tirgak bo'lib, hatto oxirgi manziliga ham o'zi kuzatibdi. So'ngra yigit onaxonning farzandlarini uylariga birma-bir bordi va bir vaqtni mo'ljallab bitta joyga yig'ilishni aytibdi. Yig'ilishibdi. Xatni o'rtaga qo'yib, bu onangizning xatlari debdi. Xatni vasiyat deb o'ylashibdi nokas farzandlar. O'rtaga qo'yilgan xatni talashibdi. Va oxiri bir kishi olib men o'qiyman debdi. O'rtancha farzand o'qibdi. Xatda shunday yozilgandi: ey farzandlarim, mening yillar davomida yig'gan, terganlarim bor edi. Uni o'ta maxfiy joyga berkitib qo'ygandim. Endi uni sizlarga qoldira olmayman. Nega? Chunki men o'lib bo'ldim. Ammo menga qaraganingizda, men bilan dardlashganingizda, menga mehr berganingizda edi.
e'tibor, tirgak bo'lganingizda edi. Mana o'sha yig'gan, terganlarim balki sizlarda bo'lardi. Keyin haligi farzandlar yordam bergan yetim yigitga tashlanibdi. Senga berdilarmi? Qani, bizning haqqimiz bor u narsalarda. Bizmiz ularning farzandlari. Menga onajoningiz hech narsa bermadilar. Bersalar ham olmasdim. Dunyo matohiga bog'lanib qolibsizlar. Onajoningiz yig'ib terganlarim deganda dunyo matohini emas, ma'naviyatni, tarbiyani, ilmni, axloqni, mana shu narsalarni aytgandilar. Ular sizlarni yoshlikda faqat ko'nglingizga qarab katta qilibdi-yu, ammo tarbiya, axloq, mehr muruvvat tushunchalari-yu, gunoh tushuncalarini singdirmabdi. Shuni bera olmadim deb shu xatni qoldirganlar. Salomat bo'linglar. Men ketdim endi deb yigitcha ketibdi. Qissadan hissa shuki, bu dunyo o'tkinchi. Erta bir kun barchamiz ham bu dunyoni tark etamiz. Siylai rahim, yaqinlarga bo'lgan mehr oqibat, yaqinlardan oladigan zehn, ilm, tarbiya, axloq tushunchalari, ularga beradigan mehrlarimizni hech qachon ayamaymiz. Hamma narsa topiladi. Pul, mol, dunyo. Ammo erta bir kun sizga telefon qo'ng'irog'i kelganda, dada deb yozilgan qo'ng'iroq bir kun kelib siz telefon qilganingizda ham o'chirilgan beradi yoki boshqa bir inson u telefon raqamini ko'taradi. Bir kun ona degan telefon raqamdan sizga qo'ng'iroq kelganda ko'tarmaysiz yoki o'chirib qo'yasiz. Erta bir kun o'sha telefon raqamga qo'ng'iroq qilganingizda yo boshqa bir inson ko'taradi, yo telefon raqam abadul abad o'chirilgan bo'ladi.